Shuncha klientlarimizni ishini bitirib beryapman. O'zim boshlamga vaqt qo'ymayapti-da. Xudo xolasa, Akbar aka moldalar ekan. Akbar aka, nima qilamiz, aka? Ruloylar taqillab ketibdi. Hozir remont qilib beramiz. Ani kurtoy pavorot kirganda ozgina ovoz chiqyapti-da. Oyon tegidan beradi. Shamnirlar va shu o'ynab ketgan. Shamnir ketgan. Bu yoqda ana ruloy ko'rishinglar mumkin. Vash qorayib, moy oqilgan ozgina. Xudo xolasa, ruloyni remont qilib joyiga qo'ydilar. Ko'rishinglar mumkin. Top-toza qilib, benzinni yuvib, nagarlarni xolasa hozir bitta yurib tekshirib ko'ramiz endi. Xudo xolasa, mashinani testga olib chiqdik. Akbar akam o'zlari tekshiryaptilar. Lekin haqiqatan yumshoq bo'libdi. Rul ham bitta barmoqda urilyapti. O'zi yumshoq edi, undan ham yumshoq beribdilar. Zarari yo'qsa ham yo'qyaptilar, aka. Lekin oldi haqiqatan shu do'ngalikdan o'tgan to'q etib o'tyapti. Hozir hamma narsasi yumshoq bo'ldi. Uftlari ham yo'qoldi. Bemalol mana shu nomerlarni qoldirib qo'yaman. Ruloy, mana hadoy bo'yicha bemalol murojaat qilasizlar. Akam o'zlari yumshoq qilib, chiroyli qilib ishlarni bitirib beradilar.